o'sha yorma holatda chiqarib bergan qo'ylarga bersanglar ham bo'ladi, mollarga bersanglar, xohlasanglar tovuqlarga bersanglar ham bo'ladi. Zavod mahaviy bilan jihozlangan, bitta segmentlarni bitta bilan jihozlangan. 4 kilovatda 3000 oborotda ishlaydi. Materialni ko'pchilik so'rashadi, aka mana materiali qalin trubadan qilamiz. Yupqa listlardan boshqa narsadan qilinmaydi. 400 lik trubadan qilinadi. Mana shu bug'doyda hozir qancha minutda chiqarishini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bu yerda hozir so'radi. Xohlasalaring osilayotgan bo'lsalar, ham bitta hisob qilsalaring ham bo'ladi. Bo'lmasa o'zi avtomatik bu yerdan so'radi. Assalomu alaykum, hurmatli Tafinus kuzatuvchilari, Trabilka ishqibozlari. Bugun bir qisqacha bir video obzor qilamiz akalar. Mana shu 3 millionlik zavodskiy mahaviy bilan jihozlangan Trabilkamizda 4 burchak ko'rinishda, hampa ko'rinishida. Xo'p, buni sig'imi akalar 30 kilo 35 kilo atrofida bug'doy makka sig'adi. Shuni necha minutda chiqarib berishini akalar ko'rsatib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib, bitta mana shunaqa like bosib, kommentariyada savolinglar, taklifinglar, fikringlar bo'lsa akalar bemalol yozib qoldiraverasizlar. Videoda oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Video davomida xo'p narxlari, dastavkalari, hammasi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Sizlar ko'p kutilmagan holatda videolarimizni bo'lsangiz boshladik. Mana shu bug'doyda hozir qancha minutda chiqarishini sizlarga ko'rsatib beramiz. Yorma holatda chiqarib beradi. Kameraga qo'yib olib keling. Bunkerimiz to'ldirganmiz, bu 35 kilo chiqadi bunkerga. Hozir necha daqiqada chiqarishini ko'rsatib beramiz. Mana soatimizga qarab kelaydi. 11:39 bo'libdi soat. Ketdi mana. Ochamiz. Bismillah. Yorma holatda chiqarib beradi, yorma holatda. Bu yerda hozir so'radi. Xohlasalaring osilayotgan bo'lsalar, ham bitta hisob qilsalaring ham bo'ladi. Bo'lmasa o'zi avtomatik bu yerdan so'radi. Bug'doyni yorma qilib beryapti. Yorma holatida. Ozgina shamol bo'lyapti. Sal uchirib ketadi hali u holatdagisini. Shamol bu yoqqa bo'layotganda, bu yoqqa turyapti shamol. Bunga o'zi olib turish shart da. Raslonkasini ochib qo'ysa aka, bemalol ochib ko'radi. Avtomatik o'tib ketyapti. Agar kichikroq setkani qo'ysanglar, ya'ni 2 kilo setkani mana shu yormani o'ng tepa holatda chiqarib beradi.
Bu o'sha narxi 3 million so'mlik drabilkamiz. Zavodskiy mahaviy bilan jihozlangan, titan alyumin motor bilan jihozlangan 3 million drabilkamiz. Motorni ko'rsatib qo'ying aka. Mana o'sha to'liq avtomat bilan jihozlangan. Bu yerda ko'p 211 ko'rsatyapti mana. Ya'ni o'sha titan original motorimiz. 4 kilovat 2000 оборотda ishlaydi. Ana aka deyarli chiqarib bo'ldi bu yerda. Bu yerdan sottirishsa ham bo'ladi holatda. Mana aka 11:39 da boshladi, 11:44 bo'lyapti. Ya'ni 5 daqiqada 35 kilo bug'doyni chiqarib bo'lar ekan. 5 minutda. Hozir o'tirish holatini o'chiramiz. Mana akalar o'sha yorma holatda chiqarib bergan. Qo'ylarga bersanglar ham bo'ladi, mollarga bersanglar, xohlasanglar tovuqlarga bersanglar ham bo'ladi buni. Masalan, ko'pchilik tovuqqa beradi mana shunaqa yorma holatda. Molga bersa ham bo'ladi, qo'yga bersa ham bo'ladi. Hazmi oson bo'ladi, ancha yengil bo'ladi. Ko'pchilik so'ragan o'sha 3 millionlik drabilkamiz, ya'ni zavodskiy mahaviy bilan jihozlangan bo'ladi. Narxi 3 million so'm. Bizda drabilkalarimiz 3 xil narxda bo'ladi, ya'ni 2 million 600 mingdan 3,5 milliongacha. Bu o'sha 3 millionlik drabilkamiz. Xohlasanglar turburchak bo'ladi, xohlasanglar yumaloq variantasini qilib beramiz. Hozir aka mana mahaviyda motorga foydasi kamida 3 minutda aylanib turadi. Hali ham olgan kelma ko'ringda aka mana hali ham aylanishdan to'xtagan yo'q bu. Mana hozir bu yerda ochdi. Ko'ryapsizmi aka, hali ham to'xtagan yo'q. Drabilkamiz o'chgan yo'q hali ham. Bir ishlarini ko'rsatib beraylik aka, mana hozir o'sha turburchak biz ham podvatimiz. Sig'imi mana bu yerda ko'rsating aka. 30 kilo 35 kilo atrofida sig'adi, ya'ni 35 kilolik. Ichini ochib ko'rsatib berdik. Ochilishlari ham oson, bitta harakat bilan ochiladi. Mana o'sha aka zavodskiy mahaviy bilan jihozlangan, 21 segmentlarni pichoq bilan jihozlangan. 4 kilovatda 3000 оборотda ishlaydi. Materialni ko'pchilik so'rashadi aka, mana materiali mana qalin trubadan qilamiz. Yupqa listlardan boshqa narsadan qilinmaydi aka. 400 lik trubadan qilinadi. Mana shuni hozir chiqarishlarini nimasini ko'rsatib beramiz. Necha daqiqada chiqaradi, nima bo'ladi. Endi bu aka buni ham ko'rsatib bering mana. Ko'pchilik so'raydi. Bu motorga nagruska nima bo'ladi? Mana aka, mana bu avtomatni bekorga qo'ymaganmiz. Motorga nagruska keladigan bo'lsa, hop, eng uzog'i bilan 10 sekund atrofida, eng ertasi bilan 6 sekund atrofida avtomatdan mana shu yerda mana yonib turgan bo'lsa, nagruska kelishi bilan 5-6 sekundda shunday tashlab yuboradi o'zi avtomatik. Ko'rib turganinglardek 5 daqiqada, ya'ni mana shu 35 kilolik sig'imli drabilkamiz 5 minutda chiqarib berdi bug'doyni. Drabilkamiz narxlari keladigan bo'lsa, bizda 3,5 million so'mdan 2 million 600 minggacha mavjud drabilkalarimiz. Ya'ni o'sha Ariol misli motor bilan jihozlangan drabilkamiz narxi 3,5 million so'm. Endi bu titan 4 kilovatli zavodskiy mahaviy bilan jihozlangan drabilkamiz 3 million so'm. Endi 3,5 kilovatli titan motor bilan jihozlangan drabilkamiz 2 million 600 ming so'm. Ko'rinishidan xohlasa yumaloq bo'lsin, xohlasa turburchak bo'lsin, balonlimi, balonsizmi buyurtma asosida qilib beraveramiz. Pastki raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqib olasizlar akalar. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mavjud. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish tugmasini bosib, videoga mana shunaqa like bosib, kommentariyada fikringlar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa, bemalol yozib qoldiraverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.